Subuydan namlıq əsərdəki Güldar Şayx Lojishinning obrazini yaratish. Hamda oldingi qismda 1977 yil Yaponiya yaşagan Subuydan namlıq filmini so'zlab, oxirgi bu yergi Songjang obrazini qanday yaratish degan so'zlagan. Songjang obrazini yaratishni so'zlab, bu yerdagi Lojishinga kelgan to'q. Hamda Zhang Jinshin rol olgan bu yergi kon Subuydagi Lojishin obrazi haqiqatan yaxshi yaratilgan, shunami? Hamda bu Lojishin obrazini tanlagan vaqtning o'zida asli buni sharh tushmaydigan tanlamagan. Buningkilik bu chiroy turqi, o bu jihatdan tushgan bilan eng muhimi badan tushmagan-chu. Chunki bu yergi Lojishin Subuydan namli asar eng kuchtingir, tembel, yo'g'on bir odam bo'lishi kerak buni tamdak basti bor. Endi bu Zhang Jinshinningki bu yer bo'yi 1.83 shu vaqtning o'zida. Yig'irligi ara 85 kilo. Endi bu basti bilan o asarki Lojishinning obraziga tushmaydi. Sen bo'lmaykensa desa bu qattiq talab qilgan. Yo'q, men mash obrazni bak yoqtirdim, bak tatbiqan chuqum yaxshi yorita olmayman men. Chuqum men bo'la degandan keyin unda bo'lsa meni qanday qilamiz deganki, men 2 oy vaqt turinglar degan. 2 oy vaqt turinglar, men 2 oyning ichida sizlarning talabinglarga tushliq badan qurilmasiga ega bo'lib kelaman deb 2 oy jarayonida bu to'xtamay mashq qilgan. Eng muhimi samagan bu. Muskul chiqarishlar emas, tez suratda samagan bu. 2 oy ichida 85 kilodan biroqlar 130 kilo chiqqan. Shuni bilan davriyallar ko'rib bo'ldi, ham sen chiqsang bo'g'dak degan. Biroq endi bunda tez samirish salomatligimizni ziyonli qilib, salomatligidan chatoq chiqqan. Keyin doktorxonaga operatsiya qildigan nurg'un ishlar bo'libdi ekan. Biroq bu rolni haqiqatan hammamizning iyisida qog'idak, muvaffaqiyatli, ajoyib yaxshi o'ynagan. Shunami? Men mash ko'lni Subuydan namli asarki Lojishin obrazini bak yoqtirman. Endi bu obrazni yaxshi yaratish uchun gumpi mashq qilgan, mush etishni, gurz o'ynatishni, nurg'un ishlarni mashq qilgan, daraxt julishni taxi. Endi mush daraxt juldigan vaqtning o'zidimi bu hayotidan orlig'ili tas qolgan. Ya'ni bu daraxtni julg'an ko'rish ras qarsanglar. Bu vaqtda tilshov texnikasini bak to'van. Buni hal qilolmaydi shu vaqtdagi operatorlar. Shuning bilan buni əməli yağan, yeni Lojishin üzümüdən küçəydi bu yerdə, şunaylık incıqlıqan, biləklərinin küçügəyri rast çıqqan. İkincide bunu kranda tatqan üstüdüncü. Şununla maş tatqan vaxtının özüdər, əmdə tuncu qətində əkəgənin kran traktorundan ki, toşun sim ağamca üzülüb ketken bərdaşlıq vuranmaydı. Maş üzülüb ketken vaxtımızda əmdə bu dərəxinin qəşində yenidilan, maşın tiyip dikətsə, fitdilan kallısı yox. Ve ya derek beslerden mı bunun hayatına xavf getirdi. Nayt qoqqan bilan bu vaqt yo'lda. Buna ikkinchi qatim texnik yaxshi tadbir ishlatib turib, bu ko'rinishni muvaffaqiyatga olgan. Shuni daraxt shulg'ay ko'rish qarsak, bu yıldızlarning uzilgan bu ko'rishlar rostdak chiqqani müşahada. Endi bu Subuydan namli asarning bu ko'rinishdagi jimi artistlar asosan gump bilmaydigan-ku, hamsi gumpbozlarning rolini chiqqan bilan amaliyotda bu ish qaysi gumpi bilmaydigan. Endi bu rolchilarning ichida bu gumps ham yuqorisi rasmiyligi Vuda Guanjun bo'lib baqin kimga degan debsam kulib ketisizlar. Vudalanki. Vudalan haqiqiy Vuda Guanjun bo'lib baqan gumpvazga asli baho. Shuning bilan bu ham Wusun obrazi kikasi o'z ko'ngilda. Baş gumpusinin biladigan bu kelishvozlikqa mushtiga daraja effektga shunday Wusun obrazini yarataydi kipti. Lekin qarshi shunchalik bir balo tug'an jaynakdak. Endi bu Wusunning obrazi mandaqga qaravadan sen bak tushmagidek sadan turib, lekin buni ko'ngilni qaytug'izganman. Hech ham Vudalan roldan sanmamda. Wusunning aksi o'g'na Wusun bilan misalni degandan keyin buningga. Endi bu gumpuslar hamda Vudalan roli chiqmaymi deb turgan vaqtida Penjilyanning chiqib qolganda bu yerda. Endi Penjilyan mana Subuydan namli asarning ichida birdan-bir sirtdan yana Tayvandan akagan artistga. Shuning bilan bu chiroyli artist bo'lib chiqdi, bir chambarak qilgan chiqdi. Bo'ldi, men Vudalan chiqayman. Bosh rolni yaptirgan shusida ma'qul debdi. Endi Penjilyanning rolchisini shu vaqtdagi Tayvanlik noit danliq intay tandaz bir ayol bo'lg'ashqa mash obrazini yaxshi tushgida deb buni ashanday ishlatibdi. Haqiqatan nodir zo'rg'ularning izidan chiqmaydigan bir rol bo'lib ketdi bu.